الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hürmetli qarındaşlar, bugün sözlemoqchi bo'lganimiz La'aliul Imla nomli kitobimizning 5-dersi bo'lgan At-Ta'ul Mabsuta qismi. Biz bundan ilgirki darslarimizda اللام الشمسية والقمرية والتاء المربوطة سözlep öttük. Emdi ta el-mabsutani sözlemekçimiz. Biz ta-i marbutani sözüge vaqtimizda ta-i marbuta degan bunu biz ulab o'qigan vaqtimizda ta talaffuz qilinadigan, ta harfi bilan talaffuz qilinadigan, to'xtamoqchi bo'lgan vaqtimizda ha harfi bilan talaffuz qilinadigan harf deb tunishtirgan edik. Endi bu ta'il mabsutaning tunishtirilishi uchun esa ta'rifuha hiya allati la yataghayyaru lafzuha fil qira'ati indama naqifu 'alayha bis-sukun. Ya'ni ta'il mabsuta degan shundoq bir ta'ki buniki talaffuz qilinishi o'qigan vaqtimizda agar şu ta al-mabsuta ustida to'xtamoqchi bo'lsak, sakinlik ta bilan to'xtaladi. Buniki talaffuzi o'zgarib ketmaydi. U ta-i marbuta o'xshash. Ta-i marbutada ulab o'qisak ta talaffuz qilinadigan, agar to'xtamoqchi bo'lsak ha talaffuz qilinadigan bo'lgan. Masalan, ulab o'qisak madrasatul lati desak, to'xtagan vaqtimizda madrasa deb to'xtagan. Lekin ma ta mabsutada ulab o'qasak harakatlik ulab o'qiymiz, to'xtasak sakinlik. Ya'ni shu harfning o'zida to'xtaymiz. Degan harf o'zgarib ketmaydi. Masalan, biz muslimat demoqchi bo'lsak, ja'at muslimatun allati yoki allati, ja'at muslimatun allati deb o'qiymiz, ulab o'qimoqchi bo'lsak. Lekin to'xtamoqchi bo'lsak deganda ja'at muslimatun, muslimat deb to'xtaymiz. Ja'at muslimat. Ammo ta marbuta da to'xtamoqchi bo'lsak qanday to'xtaymiz deganda, ta marbutada masalan muslimah desak ta marbuta, to'xtasak muslimah deb ha bilan to'xtaymiz, o'qasak muslimatun deb o'qiymiz. Lekin ta mabsutada to'xtasak muslimat deb ta bilan to'xtaymiz. Farqi shu. Endi ta mabsuta kiradigan o'rinlar. Qanday o'rinlar kiradi desa, amakinuha tujadu fil af'ali wal asma'i wal huruf. Ta mabsutaniki tepiladigan o'rinlari bo'lsa, bu fi'illar tepiladi, ismlar tepiladi, harflar tepiladi. Biz ilgari ta marbutani faqat ismlarga ham tepiladi degan. Ismlarga ham kiradi degan. Lekin ta mabsutada bo'lsa, ta mabsuta fi'ilga kiradi, ismga kiradi, harfga kiradi. Endi biz buni tuvandiki kiradigan o'rinlarni bir-birlab tafsili so'zlab chiqaylik. Avvalan at-ta'u fil af'al, ya'ni ta'da tepiladigan ta. Nima? Fi'illarda tepiladigan ta al-mabsuta. Alif degan gap yani birinchi demakchi. Birinchi. Ta'u at-ta'nis as-sakina. Nahu ta'allamat, ihtadat, ni'mat. Ya'ni sakinlik muannasning ta'si. Sakinlik muannasning ta'si. Ya'ni fi'il madiga kirgan, o'tgan zaman fi'liga kirgan sakinlik muannasning ta'si nima deb ataladi? Ta al-mabsuta deb ataladi va yozilganda ta mabsuta shaklda yoziladi, o'qilganda muamil jihatda shu ta mabsutaning muamalasi qilinadi. Masalan, ta'allamat desak, ta'allamat degan fi'il madi. At-ta hunak biyadagi ta at-ta'nis. Bu sakin o'qildi. Demak, mushu ta nima deb yoziladi? Yozilganda ta mabsuta shaklda yoziladi. Bizning uyg'urchadagi yolg'iz ta degan gapimda. O'qilganda o'qilgan vaqtida sakin o'qilsa ta'allamat deb to'xtaymiz, ta'allamah deyilmaydi, ta'allamat deb to'xtaymiz. Shunda alaylik shu hamda. Ihtadat ni'mati kullu shuna o'xshaydi. Ikkinchi kiradigan o'rni bu ta'niki ta mabsutaning ikkinchi fi'ilga kiradigan o'rni ta'ul fa'ilil mutaharrika degan harakatlik fa'ilning ta'si. Harakatlik fa'ilning ta'si, ya'ni fi'illar tepiladigan mushu ta mabsuta bo'ladi. Masalan,
تعلمتي اهتديتو اهتديتي بتو بتي بشادك تو حرفي تعلمتو ديگندك تو حرفي ما فاعل ابشتك تعلمت كي تا حرفي فاعل مس ما تا تأنيث مؤنث كنك ايلق نتاسي ايلق نتاسي ميادك تو حرفي ايلق نتاسي بس ما هو فاعل لق فاعل فاعل لق نتاسي بشتك دي فاعل هذا تعلمت هي ونتيجي ده فاعل ونتيجي ده ما هو تعلمتو ديك فاعل وچو تعلمتو ديك تو فاعل مشو فاعل من مشكل يزلد تاي مبسوطة شكل يزلد وقول غندمو شو تاي مبسوطة معاملة سقلب وقولنا ده مثلا تعلمت تقطع عندنا مثلا تعلمت مس تعلمتو ده تقطع مس وقول وقت مثلا تعلمت تعلمتي ده تقطع مش قايلش مش تعلمت فلان خطاب birinchi ikkinchi shaxsdan ayilish uchun ayollik aylikni ayilish uchun ta'allamti deb qo'yamiz bo'lmasa bu ta'allamit deb to'xtatgan gap qoida bo'yicha bas ayilish uchun ta'allamti deb to'xtaymiz. Üçüncü kirdan örneği fiillardan üçüncü kirdan örneği bu tayin mabsutanın ta'un min aslil fi'li nahu bata mata nabata sakata. Mesela fiilin aslından bo'lgan ta'mu fiil kirdan fiilin aslından bo'lgan ta'mu yine tayin mabsuta şekilde yazılıyordu. Şundan muamele kılındı. Mesela bata desek bir yerdeki ta ya muannesini tersemez ya nimini tersemez failini tersemez. Bu muşu fiilinin bata degan fiilinin terkibining bir qismi. Fiilinin bir qismi bo'lgan ta. Muşu ta'mu nima şekilde tayin marbuta şekilde yazılmay, tayin mabsuta şekilde muşunda şekilde yazılıyordu. Mata, nabata şekilde. Ve bunu to'xtamasak mı bat deb to'xtaymiz. Mat, falanun mat. O'qigan vaqtimizda to'xtamoqchi bo'lsak sakinlik to'xtaymiz. Ve tavlen sakinlikni to'xtaymiz. O'qigan vaqtimizda aytganlik o'qiymiz tabii. Xo'sh, endi biz 3 tane o'rinni bayon qildik. Fiillarda topiladigan tayin mabsutaniki 3 tane o'rni. Fiil munda o'rnlarga keldi fiillarda bu tayin mabsutada buni tushuntirib berdik. Endi ikkinchisi bo'lsa ismlarda topiladigan tayin mabsutaning o'rinlarini so'zlamoqchimiz. At-ta'u fil asma. Birinchi ta'ul jam'i bi alifin wa ta'in wal mulhaq bihi. Nahu hindatun alimatun thiqatun banatun akhawatun ulatu arafatu. Hindat mesela isimlar kirdigan tayin mabsutadagi o'rinlar bo'lsa birinchi qaysi o'rin desa elif va ta bilan ko'plik shaklga aylantirilgan ko'plik va shuning qatoriga qo'shib o'tiladigan shu qatordagi ismlar. Masalan hindatun desak bu elif va ta bilan nima qilingan ko'plik shaklga aylangan ko'plik. Ya'ni bu jami muannas salim deydi. Grammatik ilmida jam' muannas as-salim. Bu hindat asli hindun. Bu yerdagi datun deyin. Dal degan harfning keyiniga alif ta ikki harf bilan kelgandan keyin ko'plik shaklga aylandi bu. Buni jami muannas salim deb ataymiz. Mana mushundaq jam'iniki ta'si nima? Tayin mabsuta. Alimatun desak mushundaq. Thiqatun, banatun, akhawatun, ulatu desak mushundaq. Endi arafatu desak arafatu degandagi arafat degan ko'plik emas asli. Arafat degan ism, bir tog'ning ismi yoki shu Makka mukarramadagi haj qiladigan o'rindagi şu meşair mukaddeseniki ismi Arafat deb atiladi. Lekin mishadiki elif bilan ta shuni qitilganlik uchun shu nimaga jamini ko'kmiga qo'shib o'tilgan. Ikkinchi kirgan o'rni ismlarga kirgan tayin mabsutaning ikkinchi o'rni bo'lsa ta'ul ismi thulasi as-sakin al-wasat. Ya'ni 3 harflik ism, o'ttirisi sakin. 3 harflik o'ttirisi sakin ism kirdi bu tayin mabsuta. Endi bir yerdeki 3 harflik isim degandan 4 harflik isim bo'lsa, uni tayin marbuta deydi. Sakin o'ttirisi sakin degan gapdan nima gap chiqib ketadi desa, agar 30 harakatlik bo'lsa, buni tayin marbuta deydi. Masalan, 30 harakatlik bo'lsa shafa, sana, ida degandek 30 harakat qilib qolsa, buni tayin marbuta deydi. Tayin mabsuta deydi. Masalan, qanday desin bintun, nabtun, ukhtun, mavtun, baytun. Buni hammasiga o'ttirsa sakinlik bo'lganligi uchun buni ta'al marbuta kimi ta'al mabsuta deydi. Endi ismlarga kelgan 3-chi tayin mabsutaga kelgan 3-chi o'rin o'z qaysi desa ta'ul ismil mufradil muzakkari g'ayr sulasi. Ya'ni sulasi bo'lmagan 3 harflik bo'lmagan muzakkar bo'lgan mufrad ismning ta'si bu nima bo'ladi? Tayin mabsuta deydi. Buni nima chiqib ketadi desa, biz ilgari darsda tayin marbutada 3 harflik bo'lgan andin 3 harflik bo'lgan
Yani üç harflik bo'lmagan muannas bo'lgan, mufrat bo'lgan ismning ta'si ta'i marbuta dedik. Mesela Aisha desek, Aisha degan üç harflik ism emas. Uni keyin Aisha degan muzakkar emas. Uni keyin Aisha degan mufrat. Uni keyin bu ism. Lekin buni ta'i marbuta dedik. Mana buning dal aksicha üç harflik bo'lmagan, muannas emas balki muzakkar birlik bo'lgan ismning ta'siga kisi ta mabsuta deydi. Masalan, nahu taluta, tabuta, jaluta, hanuta, haruta, maruta. Bu ta'ning hammasi nima? Ta'i mabsuta deydi. Ma'u nima bo'lgan? Muzakkar bo'lgan shunlar. Agar bu bunda üç harflikdan ziyada ismlar muannas bo'lib qolsa, buning ta'si ta Aisha, Khadija degandek ta'i marbuta deydi. Muzakkar bo'lib qolsa, ta mabsuta deydi. Endi ismlar keladigan ta'i marbutaniki 4-chi xil shakli bo'lsa, 4-chi xil o'rni bo'lsa, ta'u jam'i taksir allazi yantahi mufraduhu bi ta'in maftuha. Ya'ni buniki birlik shakli zibar, ya'ni ta'i maftuha bilan oyoqlashadigan jam'u taksirning ta'si bu nima? Ta mabsuta bo'ladi. Endi bu yerdagi ta'in maftuha degani zibar o'qilgan ta degan gap emas. Ta maftuha degan yani ta'i mabsuta degan gap. Ta'i mabsuta deganniki ikki xil atalg'usi bor. Biri ta maftuha deb ataladi, yana biri ta mabsuta deb ataladi. Maftuha degan uchiq ta degan gap. Nima deb uchiq ta desa, yumaloqlik, quloqlik ta'nimda xuddi yumib qo'ygandek, marbuta degan bog'langan degan gap, xuddi bog'lab qo'ygandek, bog'lanib qo'ygandek bir tugunjida yumaloq qo'yganlik uchun ta'i marbuta deb atalgan. Maftuha uchiq ta degani yana bizning Uyg'urcha yolg'iz ta deganda ichivetilib qo'ygan degan, ichivetilib bog'lab qo'ymanlik. Ichivetilib qo'ygan degan maftuha deb atalgan. Shu bas shuni shakli qarab qolgan ismlar bu. Masalan, bayt, abiyat degandek masalan. Bayt desak yolg'iz mufrat shakli nima? Bayt deb ta maftuha bilan, ta mabsuta bilan yozildi. 5 so'z deb o'tdik uni. Endi 30 sakil bo'lgan 3 harflik ismlarniki nimasi? Ta mabsuta bilan yozildi degan, işte bint degandek. Endi bu yerda bunda ashuni ko'plik shakli, bint, banat, bayt, abiyat degandek. Shuning ko'plik shakli masalan jami taksirda, jami qillatda, jami taksirda nima bo'ladi bu? Ko'plik shakli aylanadi. Bu ko'plik shaklarning hammasiniki ta'si ta'i mabsuta bilan yoziladi. Bayt, abiyat, buyut, taxt, tuhut, mayyit, amwat degan hammasi shunday. Endi 5-chi kiradigan o'rin ismlardan ta'i mabsuta kiradigan o'rinning 5-chisi bo'lsa, ta'ud damair, ya'ni almashlarning ta'si. Almashlarning ta'si shu ismlardagi ta'i mabsuta kiradigan o'rinning birisi. Masalan, anta, anti, antum, antuma, antunna degan o'sha anta degi ta'ning hammasi almashlardagi darabta, darabtuma, darabtum degandagi masalan hamma ta'lar hammasi nima? Almashlarning ta'si. Almashlarning ta'si hammasi ta mabsuta shaklda yoziladi. Ta marbuta shaklda yozilmaydi. Endi biz ikkinchi ismlardagi fe'illardagi bu ta'i mabsutaniki keladigan o'rinlarni so'zlab o'tdik. Endi harflardagi ta'i mabsutani kiradigan o'rinlarni so'zlamoqchimiz. Uchinchisi harflardagi ta'i mabsutani kiradigan o'rinlar. Nahu, summata, rubbata, la'allata, lata, layta. Bu yerdagi summata degan nima uchun shu ta'i mabsutada yoziladi desa, 5 so'zlab o'tdik biz. Ismda ta'i marbutada sammata deb kelsa, shu summa degan harfdan ayrilish uchun summa degan samma degan ism aslan, zarf, ravish. Summa degan shu harf atf. Harf atf. Shu ikkisini ayirish uchun biz summa degan harf atfga ta'i mabsuta shaklda yozamiz, qatimiz. Samma degan zarfga ismga ta'i marbuta shaklda yozamiz. Mulahaza ula di birinchi mulahaza. Yani askertisiga gap hamda bu. Takunu at-ta'u al-marbutatu maftuha idha ittasala biha damir. Qachonki ta'i marbutaga zimda almash qo'shilib qolsa, shu chaqda ta'i mabsutaga aylanib ketadi. Masalan, rahmatuhu, khazanatuha, akhiratu degan so'zlarda rahmatuhuning asli rahmah, rahmatun rahma. Bu ta'i marbuta bilan yozilgan. Lekin bunga hu degan almash qo'shilib qolgan aman rahmatuhu g'ayib qoldi. Ya'ni ta mabsuta g'ayib qoldi. Yozilishda bunday yoziladi, o'qilganda bunday o'qildi. Khazanatuha degan khazanah aslan, khazanatun khazanah. Lekin bunga ha damir degan, ya'ni almash ha qo'shilib
qo'shilgan edi. Nimaga aylanib qoldi? Ta mabsudaga aylanib qoldi. Axiratun, axirah. Uni bu kaf damir qo'shilib qolgan edi. Uni bu ta mabsudaga aylanib qoldi. Yani ba'zida ta marbuta mabsuta shaklda keladi. O'zi ta marbuta, lekin ta mabsuta shaklda keladi. Mesela Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de bazı oralarda Allah Teala'nın mesela ahum yaqsimuna rahmete rabbik dedi. Rahmete rabbik degani ki asli rahme. Bir şeydeki rahme, rahmetedeki ta marbuta, lekin kelişte rahmet edip ta mabsuta ile ezilip gelgen. Endi bununki farkı nima deganda mushadin agar rahmete rabbik deganda qarilar ikki xil qiraatlar o'qiydi. Biri to'xtagan vaqtida rahmah deb to'xtab o'qisa, biri to'xtaganda rahmat deb to'xtab o'qiydi. Nimishqa bir şeydiki imlo qoidasiga qarablam. Nimishqa bunday keladi desa, chunki bu Qur'on-i Kerimning imlo xatomiga qapta emas. Lekin Arab qabilalarining ahanglari ba'zi ahanglarda til shivishlarda bu tay marbutani tay mabsuta ile yazılıp kelgan. Bunda ba'zan til shivishlar bo'lsa, shuni sahabini şu bo'yicha yozgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu bo'yicha nima buyurib bergan va shu bo'yicha yozilgan. Qur'on Karimning har bir harflari mu tavqifiy bo'lg'achqa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar qanday yozgan bo'lsa, shunda bo'yicha kelib kelgan bo'lg'achqa, shuni hech kim o'zgartirishga bo'lmaydi. Shikini mulohaza. İ'lam anna kulla ma warada fi hadha al-kitab min ayatil Qur'an. Shuni bilginki, bu kitobda, ya'ni bu bizning imlo kitobimizda, bu kitobimizda Qur'onning oyatlaridan kelgan xatoning hammasi innama ja'at bir rasmil Qur'ani al-ma'ruf bir rasmil Osmani. Yani Osman basması, Osmanlı basması, Osmanlı şekil, Osmanlı xat nusxası degan deb tunulgan Qur'onniki xat shakli bilan kelgan. Biz shuni misol qilib shuni o'rnak qildik. Ve huve muhalifun lil resmil imla'il arabiyil adi. Ma o normal Arapça imla kaidesiga, imla şekliga muhalif, qarşı ba'zan xatları. Ve min emsileti zalike fi hadal kitab. Mesela bu kitaptaki bazen misallar mesela rahmet yukarı size öttük. Amenu, Kur'an, el-melek, Osmanlı basmışta. Osmani Kur'anlarda mesela rahmet diyen belki ahum yaqsimuna rahmet rabbik diyen ki rahmet bu şekilde kelgan, ta'i mabsuta şekilde. Amenu degandiki amenuniki hamza unkin elif memduda kelgan. Qur'an desa hamza unkin elif memduda kelgan. El-melek desa vav ve hamza ve unkin elif leyna bunda kelgan. Lekin mushunun o'zi normal imla qoidasi, Arab imla qoidasi qanday yozilsa, fatursamu fil xattil imla'i. Normal imla qoidasida rahmat degan kitobdagi rahmatga rahmah deb tayin marbuta bilan yoziladi. Amanu degan abeshdagi hamza va ilif mamduda yozilgan, faqat ilif mamduda bilan yoziladi. Qur'on degandiki hamza va ilif mamduda bilan yozilgani, Qur'on deb ilif mamduda bilan yoziladi. Al-malak degani yuqorida hamza vav elif bilan yozilgani, faqat lam elif malak degandiki elif hamza bilan lam, hamzalik ilif bilan yoziladi. Mana mushunda o'xshamasliklar var, bir az farq bor, shuni bilib olsanlar. Buni hammasi shu vaqtdagi yozish imlo qoidasi, shu qabilalarning shu qoidasi shunda bo'lganlik uchun unda. Va hamda hozirgi yozilgan bu normal hamma qo'llanib kelgan qoida bo'lsa, umumlashgan qoida. Shuning uchun Qur'on Karimning har bir basma xat shakllari tavqifiy shaklda Payg'ambar zamonida sahobalar qanday yozgan bo'lsa, shu shaklda yozib kelgan, shu bo'yicha qomat kishi yoziladi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Bugun ta mabsutani so'zlab o'tdik. Endi bundan keyingi darsimizda tanvinni so'zlab o'tamiz. İnşallah kelarki darsgacha Alloh taolo salomat bo'lishini talab qilaman. Alloh taoloning salomat bo'lishini tilayman. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.